Bitta mehribon opamiz singillarimiz sarpalariga olgan zakazlarni bugun ko'rib chiqamiz. Yaqinda sinema to'yi, ozgina xursand qila qolay dedim deb yozibdilar. Birinchi bo'lib naborga kosmetichka qo'shdik. Keyin bo'lsa kis nabor bilan ikki xil makiyaj qotirish uchun fiksator. Kley o'zi bilan bo'lgan shunaqa нежный puchkovой kiprik. Har xil bleskli surish yoqtiradigan qizlarimiz uchun 6 xil rangli blesk. Podvodka bir tarafi kayal bo'lgan shunaqa qalamimizdan ham qo'shdim. Почти hamma zakazimizga qo'shiladigan o'sha mashhur metall tushimiz. Bunaqa duo tushimizdan ham oldilar. Bittasi qora, bittasi jigarrang bo'ladi. Bular terma tush, yuvganingizda ham kamochka bo'lib tushadi. Qosh uchun ob'yomi katta bo'lgan fiksator, neobычный makiyajlarda kerak bo'ladigan oq podvodka, abga kontur, hidi shirin bo'lgan shunaqa atirimizdan ham qo'shganmiz. Ko'pchilik buni idishini yoqtirib olishadi, lekin kачествоsi ham dahshat chiqqan. Muammolarni yopib beradigan tonalka, shunaqa serdichkali xadovoy rangdagi paletka, rисованная pudra. Senlarni menimcha juda ham yaxshi ko'radilar. Stikli highlighter, sumочкаlarga solib yurishga ham rosa удобный bo'ladi. Kim ko'chinglarni yaxshi ko'radilar deb shunaqa 3 v 1 tenimizdan ham oldilar. Muammolarni yopish uchun konsiler, metall rumyana. Bugun yana novinkalarimiz keldi. Tez obuna bo'lmasangiz yengilliklardan quruq qolasiz. Shu highlighterni qidirib oxiri topib olib keldim. Oxirida shunaqa жидкий teng oldilar. Sponjik bizadan podarок. Zakaz qilish uchun описаниeni o'qing.